أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ليس في أقل من 40 شاة صدقة. Çarımalların içinden otlaklarda yılın köp kısmında bekalıp otulan bekildiğin koylar bulup kalsa bunun en tövün nisabı 40 koy. 40'tın tövünde zekat kelmeydi. Ve fi 40 şatun 40 boğan çağda bir koy zekat keledi. İlâ 121 ta ki 120'ye kadar bir koy. 40'tın 120'ye kadar şu vakas. 121 boğan çağda fefiha şatan 2 koy zekat keledi. Ta ki ila 201 201'ye kadar 2 koy keledi. 201 boğan çağda fefiha 3 şiyah andın 3 koy keledi. Ta ki ila 400 boğan kadar 400 boğan çağda fefiha 4 şiyah thumma fi kulli 100 şah andaken her yüzde bir koydun 500 olanda 5 koy 600 olanda 6 koyunda keldi. Bidalika tawataratul akhbar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgan hadislar mutawatir derecege yetib aniq mushunda belgilab o'tgan. Wala khilafa fi. Şuna buningda ixtilof yo'q. Qala wa adna ma tata'allaqu bihi az-zakatu wa yu'khadhu fi as-sadaqati ath-thani. Zakat berishda vacib bo'lgan narsa ma'lum yashdagi bir mol desak buni eng tuvan cheki as-sani wa huwa ma tammat lahu sana bir yoshni to'ldirib ikkinchi yoshga qadam qo'ygan. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la yujzi'u fi zakati illa as-sani. Zakatda sanidin tuvan yashdagi mal zakat ado qilmaydi, hisob qilmaydi degandek rivoyat bo'lg'achqa. Va Ali radhiyallohu anhu mawqufan va marfu'a la yu'khadhu fi zakati illa as-sani fa sa'ida. Mawqufan va marfu'a yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tutashtirib rivoyat qilindi. Hazrat Alining so'zi ustida mawquf rivoyat qilindi demoqchi. Wa ruya annahu yu'khadhu al-jaza'u min ad-da'n. Varuya degine bazı hadislerde koydun zekat algan çağda ceza asımı buludu degendek mezmunda hadisler keldi değil. El ceza köpçülük alimlarının nazarında 6 aylıktan 1 yıllık aralıkdaki koyunu köstürü. Bazı alimler 1 yaşqa kirgen ceza deymiz deydi. Asli ceza degen ma'nosi ravrs bir yetilib bo'ldi degan ma'noda asli ceza degan. Rasulullah vahiy kelgan chaqda Hazrat Xadija tag'isidan qish qapadi-ku. Shu chaqda yalaytani fiha jaz'an. Men shu chaqda yosh challiq kishi bo'lgan bo'lsam, sana yordam qildim demoqchi. Fas'ab sa'ida demoqchi. Ya'ni uningdan yuqorisi qarab mansam. Fasa'idan ya'ni fas'ab bihi sa'idan. 2 yoshga qadam qo'ygan va undan yuqorisi. İkinci yaşqa qadam qo'ygan. 1 yilni to'ldirib, ömrü 1 yil. 12 ay desak, 13-ay, 14-ay qadam qo'yganlari sani yo'q. Peygamber İslam'daki to'g'rilar Ya saniyaga alditishni ko'rsatdi. Saniya degan kishi bo'lsa, shu chaqda qo'y 2 yosh qadam qo'ygan chaqda alditishi shu bilan chiqishga boshlaydi demoqchi. Shunga tishi qarab beshin belgilaydi bu charimal. Jaza degan 1 yoshga to'shmagan. Ammo 1 yosh to'shmagan bilan bu 1 yoshga kirgan maldak gravs semiz qavul bo'lsa jazo. Shuna ba'zan 6 oyda jazo bo'lib bo'lishi mumkin. Yoki 8 oyda, ya 1 yilda. Shu fuqaroning talash qilishimiz shu sabab. Wa huwa alladhi ata alayhi akthar sana. Yani jazo degan 6 oy bilan 1 yil oralig'ida umr ko'rgani demakchi. 8 oy, 10 oy, 11 oy deganda. Ba'zi ulamolar 1 yoshga kirgan deb izohlaydi jazoni.
va huwa qawluhuma. Endi ma ikkinchi hadisda kelgan qarashni sohiban oldi dedi. Undan keyin Hanafi mazhabida hozir ikki xil qarash bo'ldi. Birinchisi shu matnul muxtar degan saniydan tuvan mal zakatga hisoblab ilinmaydi degan qarash. Bu İmam Abu Hanifa'dan İmam Muhammad al-Asl degan kitobda rivoyat qilgan qarash. Ikkinchi qarash sohibanning qarashi, bunda qo'ydan jazo bo'lsin bo'ldi. Lekin boshqa sharmoldan-chu sani bo'lish kerak. İmam Shafi'i mo shu sohibanning qarashini tutgan. Shuna matnga qarasanglar, va yu'khadu fi sadaqati thani deganda farqini qo'ydi. İmam Shafi'i boshqa qaraydi demoqchi. Ammal ma'zu endi o'chki kelsak, la yu'khadu illa thani. O'chkida cho'qim ikkinchi qadam qo'ygan bo'lishi lozim. Buni jazoga ruxsat qilmaymiz. Ya'ni bu sohibanning qarashi. Ya'ni bu muttafaqun alayh deydi. O'chki kelgan chaqda İmam Abu Hanifa mo sohibanmi o'xshashlar thani bo'lish kerak dedi. Lekin qo'yda sohiban jazo bo'lsin bo'ldi dedi. i'tiboran bil udhiya. I'tiboran degan so'zni biz bunda qiyasan, ya'ni qiyasning ismi bu i'tibor degan. Fa'tabiru ya ulil absar. Qiyasning dalili. Udhiyaga qiyas qilgan holatda shunda deymiz. O'g'loq ishga yoshga qadam qo'ymasa, qurbonlikqa yaramaydi deydik. Wal awwalu zahir rivoyati va huwa sahih. Birinchi qarash har qanday malning 2 yosh qadam qo'ygani zakatga hisoblab ilinadi degan qarash zohir rivoyat shu. Al-Asl degan kitobda Muhammad ibn Hasan İmam Abu Hanifa'dan rivoyat qilgan. Va huwa sahih. Mush qarash to'g'ri. Hanafi mazhabda masalan 2 qarash bo'ldi. 2 qarashning qaysi to'g'ri? Qani olamiz desa, İmam Abu Hanifa'nikidan olamiz. Nima uchun desak, qurbonlikda qo'ydan jazoni qurbonlik qilsang bo'ladi degan bir ruxsat kelgan. Mesela bazı sahabeler onda ceza var. Mesela qurbonlik qilsam bo'ladi bo'lsa, ya'ni bu jazo degani bu 1 yoshga kirgandan semizroq, undan 6 oylik paqlining bor desa, amal qilsam bo'ladi dedi. Undan keyin bu qurbonlikqa mayli deganlik qurbonlik babida hadisda ayrim keldi. Undan keyin buningga biz qiyos qilmay, zakatdagi qoida bo'yicha ma'amiz bu qurbonlikqa o'xshamaydi deb turadi İmam Abu Hanifa. Nima uchun desa, qurbonlikqa o'xshaydi deb qolsam, sen shu to'gi zakatini bergan chaqda kishini bilan belgilamay, erkak to'ginimi osonlikda. Qurbonlikda kishini belgiladi-ku, bint maqal, bint labun, haqqa, jazoa deb belgildi. Kishini ham oladi. Lekin erkakni ba'zi bo'lmaydi. Erkakni qanday chaqir bo'ldi dedik, qimmatini hisoblab, qimmat hisobida berish olsa, erkak bo'ldi dedik. Lekin berish kelgan chaqda erkakni ba'zan bo'lmaydi. Lekin qurbonlik qilish olsa, erkakni qurbonlik qilsin bo'ldi dedi. Ondan masalan, qurbonlikda balki bir aybi bo'lib qolsa, bo'lmaydi deymiz. Masalan, ko'z ko'rmaydigan yoki mangmaydigan, manda bo'lib qolsa, qurbonlikda bo'lmaydi. Lekin zakat bergan chaqda bo'ldi. Undan keyin bu qurbonlik bilan zakatning o'xshamaydi. Qurbonlikqa qiyos qilmang. Shuna as-sahih zohir rivoyatdir. Va la yu'khadu min al-ibli illa al-inath. Mana tugidan kishidan boshqani olmaydi. Erkakni osi bo'ludi deymiz. Qachon qimmat hisoblasan bo'ldi. 4 yoshgan kishidan birisi kelgan bo'lsa, kishi yo'q. Yagan kishini o'zim lozim. Men erkakdan bizni bir deb qolsa, 5 yoshga erkakni 4 yoshga kishi hisoblab bersa o'chaq bo'ldi deymiz. Lekin İmam Shafi'i masalan bo'lmaydi, qimmatini berish to'g'ri emas degan bo'g'achqa. Va yu'khadu min al-baqari wal-ghanami az-zukur wal-inath. Mana qo'ydan va kalidan erkakmi kishimi ilinadi. Li'anna an-nassa warada fil-ibli bi lafz al-inath. Qo'yilan kalida kishi bo'lsin mayli deganning asosi, chunki hadisda tugida kishini belgilab keldi. Bint maqad, bint labun, hiqqa, jaza deganda. بقوله بنت مخاض بنت لبون حق جزاء وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة كلولان قويدا شو البقر والشاة دب مش سوزن işletti. Mançı yaşlılık erkek, mançı yaşlılık kişiden yapıyor.
Ve ennehu ya'ummuhuma. Muş iki söz erkek kişi her ikisiga umum işletilgan söz. İmam Şafii çok ama kişinin edisi lazım da kıraydı. Kale men kana lehu haylun. Men kana lehu haylun saimetun zukurun ve inath. Hem de atның zakati. Yılının köp kısmında otlatılgan at olab kalsa, erkek kişi aralaş olab kalsa, yılkıdan da yoki kishilar bo'lib qolsa hammasi baytalki fa insha'a a'ta an kulli farasin dinara xolisa har bir otga bir tilla zakat berdi yillik zakat va insha'a qawwamaha va a'ta an kulli 200 dirhamin 5 dirahim xolisa buni bahasini bağlab 2,5% zakat berdi. Her 200 tengege 5 tenge degan, yani 40 dan biri 2,5% zakat berdi. Bu İmam Abu Hanifa'nın atqa zakat kılıdı degan qarashi. İmam Abu Hanifa ve sahabe-i kiramlardan Hazreti Ömer, Osman, Zeyd ibn Sabit, İbn Abbas, Sa'id ibn Yazid, bunun başka tabi'ilerde İbrahim el-Nak'i, Hammad, yani İmam Abu Hanifa'nın şagirdi Züfar. Bu şunun qarshi. Ama ikinci qarashga kelsak, ve qala Abu Yusuf ve Muhammedun rahimahumullah la zakata fil khayl. Atta zakat yok. Saime olsun, haluf olsun, atta zakat kelmeydi dedi. Li rivayeti Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qala leysa alel muslimi fi abdihi ve la fi farasihi sadaka. Müslümanınki pulida ve etida zakat yok deriz. Lekin İmam Abu Hanifa'nın qarashi bo'yicha tahlil qilsak buni o'zining xizmatiga soldigan quli va o'zi minadigan jihad qiladigan etida zakat yo'q degan bo'ladi deymiz. Bo'lmasa qul agar aslida 100-200 tijoratga elib sotgan qul bo'lib qolsa zakat qiladiganligi dalil ittifoq. Undan keyin hadisni menda tushunish to'g'ri. Vali Abi Hanifa rahimahullah, İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayhi'nin delili kavluhu ta'ala "Khud min amwalihim sadaqa." Bu umum bir delil. Mallardan zakat al dedi. Bu umum delil, lekin leysat nassan fil khayr. Ve hada min cümletil amwal. Bu ayetin vecil istidlal atma mal mülk mu masmas mal mülk. Bundan iken zakat kılıdır. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem fi kulli farasin saimetin dinarun. Otlaqda baqada her bir atta bir dinar, bir tilla kilido ve leysa fir rabitati shay'un. Rabita degan uyda bog'lab qo'yib, alab bilan baqadigan atqa zakat kelmaydi. Bu ajra hadis Hazrat Jabirdan kelgan. Ve kataba Umar radıyallahu anhu ila Abi Ubeyde radıyallahu anhu an khudh min kulli farasin dinaran ev 10 dirahim. Hazrat Umar xalifa çağda valisi Ebi Ubeyde ibn Cerrah'ta şunda farman tushgan edi. Her bir atdan bir tilla yoki 10 tenge zakat olganda. Bu Hazrat Umardan, Hazrat Osmonlardan saysanadidan kelgan. Va qiyasan ala sair as-sawail. Yani bir dalil qiyosiyatdan boshqa o'tlaqda boqadigan va ovuydigan chormallarga kelsa atqımı o'xshashdan keladi. Bu mu avib o'sib ketilayotgan iqtisod demakchi. Lekin yuqorqi hadislardan ba'zisi ojiz. Sahabe kiramlardan kelgani, Xalildan kelgani sahih. Ammo Abu Hanifaning mush qarashiga sahih hadislardan kuchli dalillar bor. Masalan, Sahih Buxoriy va Muslimda anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala al-khaylu li thalatha. At 3 kishiga 3 xil holatda bo'ladi. Birisi lirajulin ajr. Bir kishiga bu ajr va savob foydali bo'ldi. Bu kishi qanday qildi? Atning ustida jihad qilib, hatto jihad qilgan atni bir yerga bog'lab qo'ysa, shu bog'langan holatda o'tisimi ajr bor. Daryoda o'tib kelib, suvraydimsa o'zi suv ichib solsa, uning bir ajr. Ağamçısından boşuna bağırıp oynayıp saklab kelsimi, aşının ajr. Ha? Bu taraftan ajr buldu. İkinci kişi için sitr. Bu adamın namratlıkını, muhtaçlığını yögeydiğen, kişiye muhtaç kılmaydiğen narsa. Öyle bağırmakçı olsa atımdan vardı. Ve ala raculin vizr. Yani bir kişiye günah. Yani günah elikildiğen narsa buldu. Daha kilip o uzun hadis. Ahırda
va rajulun rabataha taghanniyan va ta'affufa. Ya'ni sitr degan va rajulun sitr dedi. Taghanniyan va ta'affufa. Akishga muhtoj bo'lmay, bir kishidan otlarni berib tursa deb so'rab yurmay deb uyda otimizni bog'lab qo'yib o'zidan ishlatdi. Ama summa lam yansa haqqallohi fi riqabiha va la fi zuhuriha. Uyda shunda saqildi, lekin Alloh taolaning shu chorvidagi haqqini unutib qolmadi va uning ustidagi haqqini unutib qolmadi. Zuhuriha degan haqqi desa, birisi amanasini yukni otvolayga to'shib paslar desa, ma'qul deb o'qirish. Endi haqqulloh fi riqabiha nimadan iborat? Zakatdan iborat. Unda onki mishada al-mutaalliq bir-riqab va zakat deymiz. Yani bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni ogohlantirgan. Qiyomat kuni sizlardan biringlar mening oldimga mo'rayotgan kalidan birini yoki to'layotgan tugidan birini yoki otdan birini yoki marayotgan qo'ydim bizni yuzib kelib qolmasin, u chaqda men sizlarni qutqazmayman deb ogohlantirgan bir hadis bor. La ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamati ala raqabatihi shatun laha fuqa ala raqabatihi farasun laha hamhama. Kishnayotgan otdan birini bo'yni yuzibga hasirab, "Ey Rasululloh meni qutqazlar" deb kelsa, bu chaqda men chora qilolmayman. Mush dunyoda shuni zakatini beringlar deyman. Bu bir xil nima? Va'id. Ya'ni buni haqqini ado qilmaganlikning oqibati shunda bo'ldi demoqchi. Hozir mushkadis Buxoriydagi sayidis. Yani mushundan zakat qiladi degan mazmun chiqdi. Undan ekan Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga otqa zakat qildi degan qarashi mushkadis bilan va yana Xulafa Rashidinninki sahih sanad bilan kelgan otqa zakat olgan amaliy ish izlari bilan kuchlanib keladi. قال وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن أبو هريرة رضي الله عنه من لا ديان دب الجمهور بردليل كالدغو صاحبان والجمهور أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله دين ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة در رواية قيغان دسا وننغا biz nindar javob beramiz desa, uning qarta javobimiz qala Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhu innama arada farasal g'azi. Mujohidninki to'lab qolsa, uni afu qildi. Bu biranda Alloh yo'lida buni zakatdan berib turganda bir ahvol bo'lg'achqa zakat kammaydi demakchi. Bu Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhudan sahih rivoyatda unda kelganligi noma'lum, lekin Ibn Abbos radhiyallohu anhu bunda izohlaganligi sahih sanad bilan kelgan. Endi bu masalani shunda oyoqlashtiribdi. Yani zukur va inath bo'lgan taqdirda Abu Hanifa kilidi dedi, jumhur kammaydi dedi. Abu Hanifaning shu masaladagi qarashi kuchli. Yana Said ibn Yazid radhiyallohu anhu bu ikki sahoba bu shunda deb ekan. Ra'aytu abi, ya'ni Said radhiyallohu anhu deydi, otam Yazid radhiyallohu anhuninki yuqayyimul khayla thumma yadfa'u sadaqataha ila Umar. Qo'ldagi otni baholab, shuning zakatini Hazrat Umarga berganligini men ko'rgandim. Buni Darqutni sahih sanad bilan rivoyat qilgan. Yani Hazrat Umarninki otning zakatini olganligi yoki bir tilla yo 10 tanga bir otga zakat belgilanligi sahih sanad bilan kelgan. Uningda hech qanday Bundan biz tushunishimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamanida sahabe kiramlar, muhacir va ansarlar zamanida kishilarning qo'lida tuzuk ot yo'qdi. Hatta ba'zi jihad chiqqan chog'da otliqdan ikkisi qog'ini pishadi, unda chiqqan bu otliq nayt azdi. Bir kishining bir e'tibori ba'zi yo'q. Ko'pinchisining yo'q. O ortiq 15 ot taxmi yo'q. Unda bo'lganki shu chaqlarda bir hadisda shunga afawtu lakum an sadaqatul khayl va raqiq degan. Sizga otning zakatini afu qilyaptin. Mushuni bildirdi, otga zakat qiladi. Lekin sizning ahvolingda ot asosan yo'q yoki hamdamsiz jihad qilib turayotgan otli bo'lg'achqa men afu qilyaptin degan. Keyin anda musulmonlarning futuhatlari kengaygandan keyin otlarni nurg'un sonda qo'lga tushgandan keyin ondan Hazrat Umar asli shariatning zakat qildi degan qoida bo'yicha, shu maqosid shariat bo'yicha zakat olgan. Hamda ot
hammasi baytal ya hammasi erkek bo'lib qolgan taqdirda qanday bo'ldi degan masala. Va an Abi Hanifa la shay'a fil inath al khullas li'adam an-nama va at-tawabul. Abu Hanifadan agar bir yilqilik odam hammasi baytal bo'lib qolsa, zakat kiramni kammamdi degan ikki rivoyat kelgan. Birisi zakat kammaydi. Nima uchun desa, bu hammasi sho'g'onkan olmaydi. Bu ma'lum nami emas demakchi. İkinci qarash va sahih mana va sahih degan ekan, to'g'risi ma'lum degan ekan. Yana bir qarash keldi, biz shu ikkinchi qarashni to'g'ri qarash deymiz. Al-vujub. Sab baytal o'simi zakat qiladi. Li qudratihi alayhi bi isti'arat al-fahl. Erkakni oriyat kelib chaptirgan ishlar bo'lg'achqa, shu orqali yani buni nasllantira oladi demakchi. Wa anhu Imom Abu Hanifadan fi az-zukur rivoyatan. Ot erkaklar bo'lsa bir yilqidagi bir to'p otning hammasi erkaklar bo'lsa ikki xil qarash keldi. Zakat qilamdi, kammamdi. Ikki xil keldi deganda birisi keladi, birisi kelmaydi. Al-asah bu ikkisining to'g'rirog'i annahu la yajib. Zakat kelmaydi. Li'annahu la namaa bil wiladati wala bis samn. Chunki u botlaqlab olmaydi. Sanoviga shu. Bir yil baqsimi san olmaydi. Balki o'lab kemishi mumkin. Endi buni semridigo, semrish orqali buni go'shi olib, qimmat olib degli bo'lmaydi. Nima uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayh go'shini yemaysa degan. Abu Hanifaning nazarida otning go'shi ilmaydi demas. Ilmaskini Abu Hanifa jihad qiladigan qurol xarakterdagi narsa o'g'achqa buni yeyishga ruxsat qilgan taqdirda otni so'yab, qizi qilib yeb, undan keyin dushman kelsa piyoda qilib jitni dushmanga qidg'ash xudo deb shunga. Ya'ni bu otningki go'shi aslida harom demakchi emas. Lekin otning go'shini yemaymiz degan qarshi bo'lg'achqa, uning semrib go'shi olgan taqdirda uni ovdi demaydi Abu Hanifa. Hozir bu pishkiga. Chunki hozir mu ot qo'shin bor. Saqchining ot Londondan o'sib qarasanglar, ot askar bunda turdi. Londonning ko'chalarida. Masalan, to'p musobaqasi bo'lsin, shu ot bor. Hatto harbiylarningki folklarining ichida ot folk bor hozir. Chunki tog'li qashunda ba'zi rayonlarda ot to'misi bo'lmaydi. ووجه رواية الوجوب أن إشكنجة مقابل الأصح أجزرق qarashda zakat qildi degan. Erkaklar bo'lsin zakat qildi deganning buning dalili nima desa, anna zakat as-sawaimi la taxtalifu bil-dhukurati wal-unuthati kal-ibil wal-baqar. Bu o'tloqda, yayloqda o'tlaydigan charmallarningki zakati erkak kishilikka qarab vojib bo'ldi bo'lmaydi degan o'zgarish bo'lmaydi. Bunda ayirmaydi. Ya'ni zakat qildigan, zakatini berdigan molning erkak kishilikka qaramaydi odatda. Unda olgan kildi demakchi. Ya'ni qiyos qilib tuga va kaza qiyos. Vel farq avval qiyos qildi. Zakat vojib bo'ldi degan qarash qiyos qildi. Imom Abu Hanifa zakat vojib bo'ldi degan qarashida qiyos qildi. Tuga, qo'y, kala buni erkak kishida bunda qaramaydi. Bo'lsa, buningga raddiya Abu Hanifaning erkakdan bo'lib zakat kelmaydi degan qarashi asosan a qarashqa zakat qildi deganga raddiya versak al-farq. Sen qiyos qilding, mening javobim sening qiyosim ma'al farq demak. Farq bor. Unda o'xshab ketmaydi deymiz. Annama yahsul fihima bi ziyadati al-lahm fihima yani fil ibli wal baqari. Buningda san amuzmu simirib avjoltiri tügülen kalda. Peki atta simirishla avishni hisobladik biz. Undan ekan bunda avuydu degilolmaydi. Undan bu mal g'ayri nami bo'ldi. Undan ekan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhinki zakat qildi degan qarashi zukur va inas bo'lsa yoki inasdan bo'lmas. Pirishki o'simi qildi. Hanefi mazhabda ba'zi olimlar otning nisobi 5 yoki 3 deb baqqan bo'lsa, lekin Hanefi mazhabda otningki nisobi yo'q. 1 yo 2 ot o'simi zakat qildi. Al-asah degan buning muqobili sahih chiqdi. Ya'ni ikki qarashdan ikkisi sahih. Imomning kelgan ikkita qarash sahih, lekin qas bakra sahih desak, jalliqroqi zakat qildi degan qarash.
va sahih şu ayın bir qarash beklam aciz. Atning zakatiga munosabat masalada ulamo deydigan atning zakati majbur ilinmaydi deb. Ya'ni bu mazhabda mesela boshqaniki majbur ilinadigan, majbur ilinmaydi. Nima uchun? Bu zakat amvol zahira. Bunun zakatini zakatchi datayizib bilan to'plab ilayverdigo desak, chunki at bu bir qurol yaroqdan iborat. Qurol yaroq bo'lgandan keyin ba'zida zolim hukumat to'lab qolsa, harbiyni kuchlantirish uchun xalqning etini mana shu ilib olaman deb bilan zulm qilish mumkin. Shunga buni men beray zakatini biritdim deganlardan olsa, zulmaysa deb bekitib qo'yibdi. Vacib degan qarash bo'yicha sen majburlanmaysan demoqchi. Yani bu ham zulm qilib qolmasan deb yo'lni taqaganlik. Qala va la zakata fil bighali wal hamir. Qechir va eshaklarda zakat kelmaydi. Buni menda alab bilan baqganda albatta kelmaydi. Tijorat qilaman deb ilib sotgan bo'lsa keladi, qimmatiga keladi. Endi nasllantirib avtiman deb qolsa kelmaydi. Chunki qechini avtalimda avtamaydi. والحمير يشك لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مشو bayatimiz İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh delil buldu diyen Bukhari'nin hadisini keltirdik. Şu hadisin ayığı. Lem yensa hakkallahi fi riqabiha deganninki ondan eshakda zakat kilamdo desa, mana Alloh taolo eshak to'g'risida zakat kiladi kelmaydi deb nima tushunadi deb zakat ado qilsa Alloh taolo uni savob mukofot berdi deb qo'ydi. Bu nimani ko'rsatdi? Asl lem yensa hakkallahi fi riqabiha degan so'zdan shu zakat maqsad qilindi deganni ko'rsatdi. Ayg'idlam mush eshakning zakati kilamdo deb so'g'anligi atning usta haqqallohi fi riqab degan zakatga deganni ko'rsatdi. Qala wala fil awamili wal alufa. Awamil degan davomliq ishlatiladigan. Masalan, ya ag'dirishda ishlatish mumkin, karvonga tuga qilib bir narsa to'shishda ishlatish mumkin, suv tortishda ishlatish mumkin. Vel alufa alab bilan baqilgan. Biz yuqorida uni saymaning qarshisida bayon qilib o'tdik. Lima taqaddama min ishtirat sawm. Yuqorida bekarlik o'tilan o'tlaydigan degan shartni bekitgan vaqtimizda bu aniq bo'lib bo'lgan. Va qala sallallohu alayhi vasallam laysa fil baqaril awamil sadaqa. Ishlatadigan, ishqsaldigan kalilda zakat yo'q degan. Rawahu ibn Abbas radhiyallohu anhuma. ولأن النماء منعدم فيها çünkü işletilgan kalda asasen almaydı ve ağuşku fırsatını vermeydi. لأن المؤونة تتضاعف بالعلف فينعدم النماء معنى. Yani helep bilen bakıldığı çarmallarda helep çıkımda kılıdır. Helepke çıkım kediyor. Ondan sahne ağusumu helep kazıgan puli ağıgan sanğa to'g'ri kelib qoladi. Shunga haqiqiy nima yo'q degan natija kelib chiqadi. Va sababu al-malna min zakat kilidu deydigan shart yak sabab nimada? Avib turadigan mol bo'lish kerakda. Ana bu mol avmaydigan molga o'xshaydi. Yani shakli tarafdan ko'rinishga olgan bilan albatta qulba iqtisod olmagandek. Qala wala fil fuslani wal humlani wal ajajili. Yana butulaqlarda, qo'zilarda va muzaylarda zakat yo'q. Buning ma'nosi boshunda cho'ng hayvon yo'q. Hammasi unda butulaq, qo'za, muzay bo'lgan taqdirda zakat kelmaydi. Ammo cho'ng bilan billa ashul bo'lib qolsa, aralash holatda sang'i hisoblaymiz. Masalan 20 to'ga 20 butulaq bo'lsa 40 desak, 40 ning hammasiga hisoblaymiz. Qo'ydimmi masalan 40 qo'y, 20si cho'ng qo'y, 20si qo'zilib qolsa 41 qo'y kildi deymiz. Qalig'imi shunda. Lekin men demoqchi bo'lganim shu cho'ng yo'q. Hammasi shunda qo'za, hammasi butulaq, hammasi muzay bo'lsa demoqchi. Fuslan fasilninki ko'pligi, ya'ni kichik butulaq.
Muzayga işletiyor. Lekin ko'pincha ahvolda tugining butiliqi. Yani anasidan da ayrılıp otlab mağduran bolsa şu çağda fasil deydi. Li'annahu infasala an ummihi. Hümlan bu quza. Adam da hadiçe qo'lni ko'tarib yoki qilib baqadigan bo'lg'achqa. Val ajajil bu ijlning yoki ijjavning ko'p fikirsak bu muzay. Bular hammasi bir yashini to'ldirmagan hajna kichik ayollar. İlla yakuna ma'aha kibar. Shu kichiklari bilan cho'nglari birlab qolsa zakat qildi. Yolg'iz unda kichiklar bo'lib qolsa zakat kelmaydi. وقال أبو يوسف فيها واحدة منها. أبو يوسف agar saplam kichik chari bo'lib qolsa, sanni to'shsa, masalan 5 botilaq, 40 quza, 30 muzay bo'lsa, ashuningdan birisi zakat qildi. Masalan 40 quza desak, 40 quzdan bir quz qildi demak. Vahida minha. Ashunning ichidan birisidan cho'ngni atoatdan sirtdan bir cho'ng bermaymiz. Chunki tugida ma'lum yash bekitgan-ku. Hayır bu yaşlarımız manada çoğun. Unda çoğunu vermeyimiz. Bir tüge vacip oldu diyen çağda şu hemmesi butulak olsa biz butulak vermez. Bir koy vacip oldu diyende şu kuzulak kalsa kuzun birisi. Bir kala vacip olduğunda muzaydın birisi kıldı demek. İmam Şafii rahmetullahi aleyhime muş Abu Yusuf'la okşaş. وقال زفر فيها ما في الكبار. Çoğun kanda kegen bolsa kiçikim şundak kıldı. Moşunu tügüden doktoran dost tügüdeyimiz. Aş kozuluna koydam doktoran koydayım. Nasıl kıldı demiş. Hazır müşahede 3 xil qarash bayon qilindi shuni ama aslında şu 3 xil qarashning hammasi İmam Abu Hanifa'ning qarashi. Bir qarashni boshda tutib, uni yangandan keyin Abu Yusuf bu qarashni tutgan İmam Şafii'lar. Yani bir qarashni tutib, uni yangandan keyin Zufar bu qarashni tutgan. Eng oxirida o'zi yana bir qarash qilib to'xtalgan u Abu Hanifa'ning qarashi. Yani İmam Abu Hanifa tashlatgan qarashni boshqalar al. Shunday bo'lsa, dalil ajiz bo'lg'achqa. Çıksın farkı. Abu Yusuf aşı butulaklardan birini birimiz deydi. Şunu işirin. Züfer aşı mançı üstüge de bizi bekitken o. Çoğunluğa birini bekitken. Çoğunluğa bekitkenini birimiz deydi. Sırtın elip birisen demekçi. Çıksın farkı şu. Hem Züfer'nin delili لأن قوله صلى الله عليه وسلم في 5 من الإبل شاة 5 tügede bir koy diyen. Adır mı şu 5 tüge 5 butulak olsun mu 5 tüge mi şu? Bir koy kıldı o demek. Ve kavluhu fi 40 şaten şatun 40 koyda bir koy diyen mi şu 40 kozu mu 40 koy demek şey. İsmi cins yani şat İbil ismi cins. Yetenavul kibar ve sıgar. Bu çoğunluğu küçüklüğü hemen özüske aldı. Ve li Ebi Yusuf'a rahimallah enne fi icabil musinneti ichafen bil malik. Ebu Yusuf bu çoğunluğa bekletilgen bir yaşın tolduğun, 2 yaşın tolduğun da bekletilgen bu tügülerini küçük butulaklarga müşünde birisi desek bu mal ilgisi karta zulüm olup kaldı. Nahakçılıktı. وفي عدم الوجوب زكاة فقط كما يدبقاسق وفي عدم الوجوب أصلا إضرارا بالفقراء تقدلانا حقا يوقف كتب قلدو ولو زيان يتدو فيجب واحدة منها كالمهازيل شونا خد أرق تقلاق أخشاش أشبا تقلدن برسكلدو Mesela uruk tügüdün 25 olsa, belgilenen bintim akadın bir sıkıntı. Ondan keyin bu küçük butulaklarını sağış uruk tügü okşayış zavlap, uruk tügülerge semiz birisine ekleşin gerek emez. Ya ki uruk olan ki kemmeydi demeyse, şu işledim birse. Yani bu Ebu Yusuf'un delili demek kıyasken. Kelme hazil diyendillah delili kıyasken deyimiz. ولهما يعني ضمير كم يقيده أبو حنيفة محمد للطرفين بنو دليل حديث سويد بن غفلة أنه قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول في عهدي أن لا آخذ من رادع اللبن شيئا تغانسي ما وتقم بطلقتن زكاة أمي ما depken bir zekat çıkardır. Resulullah'ın zamanındaki zekat çıkardırdım birse bunda depken. Bu hadisin delili. Hem de akli delil ve li'annen nusuba la tunsabu illa tevqifan ev ittifaqa. Çünkü hem de zekat kıldığın ölçemler bu özümüzün ra'yi boyunca bekti olduğun narsa emas.
şeriat belgilab berish orqali bekitiladi. O ittifaqa hammaga ijmo kelgan bo'lsak bir qarorcha bo'ldi, menda bo'ldi deymiz. Yoki ittifoq kelmasak, shariat belgilab bergan bo'lsa shu hisob, bo'lmasa musho ya u digil bo'lmaydi. Va qad udima fi sigar, kichik ashunda qo'za botaloq muzaylarda ittifoqmi yo'q, birlik kelamidi? Ham nas tawqifmi yo'q? ولأن الشرع أوجب أسنانا مرتبة في نصب مرتبة. Yana shariat har bir o'lchamga muayyan bir sinda zakat bekitiladi. Bint maqat, bint labun, hiqqa, jazada. Wala madkhala lil qiyas fi zalik. Am buningda biz qiyas bilan o'ylab buni unda bekitilib bo'lmaydi. Masalan, qo'ydan masalan boshda 40 dedishni, 40 qo'yga bir qo'y keldi. Lekin 80 bo'lsin yana bir qo'y, 120 bo'lsin bir qo'y. Keyin ondan har 100li bir qo'ydim manda. Lekin dastlabda 40 ta bir qo'y kelgan. Buni kalimiz bilan bekitib bo'lmaydi. Va laysa fi as-sigari tilka al-asnan. Endi ash kichiklarda, masalan, botaloqning ishida ay binti maqad, binti labun, hiqqa bama yo'q, bu ish yo'q. Lekin mushun tasavvur qilib hozir botaloq ekan hammasi. Masalan, qo'lida hozir 25 botaloq bor ekan, 40 qo'zi bor ekan, 30 muzay bor ekan. Buni 1 yil to'shqancha zakat kiritdi. Ham 1 yil to'shqancha bu qo'za botaloq muzay altida turamdi. 1 yil to'shqan ekan, cho'ng hayvon bo'lib ketdi. U chaqda keyin 1 yil to'shsa, cho'ng hayvon bo'lib 1 yil to'shsa zakat kiritdi, ishtami? Shu vaqtda 1 yil to'shqaniga Abu Yusuf bilan Zufarninkida keladi. Abu Hanifaning nazarida kammaydi, qachon keladi desa, cho'ng bo'lgandan keyin, uningdan 1 yil o'tsa, ondan keladi dedi. Ya, agar cho'ng hayvon aralash bo'lmay, sap ashunda kichik bo'lib qolsa, bu 1 yil to'shqandan keyin cho'ng bo'ldi ishlaman. Cho'ng bo'lgandan keyin biz 1 yil hisoblaymiz, shu cho'ng bo'lgan chaqni tatib hisoblaymiz. Davomga hozir bunga zakat kelmaydi aslida. Ammo bu ulamolar qanday tasavvur qildi bu masalani? 40 qo'y desak, 40 cho'ng qo'y qildi bordi. Yil hisoblashda birinchi oyda 40 qo'y bor deydi. Endi bu 40 qo'y yilning o'ttirda 6 oy o'tgandan keyin 80 qo'y bo'ldi. 40 qo'zisi va 40 cho'ng'i. 80 qo'y bo'ldimi? Yani 80 qo'y bo'lib, nima qilgandan keyin yilning oxiriga borgacha, ma cho'ng qo'yning 40'ini ya setivatdi, yoki yevatdi, yoki o'raldi. Yil oxirida 40 qo'zi qolib qoldi. 6 oy qolgan qo'zi qolib qoldi desak, mushunda o'ylasak, ma gap to'g'ri chiqadi. Bo'lmasa, uningdan boshqa tasavvur qilib. Bu bir tepishmoqdek bir birodarlar, imatqan shu qo'zilar ham botaloq olamdi, muzay olamdi, qo'zi olamdi, shunda hayvonlar. Qala illa yakuna ma'aha kibar. Bu kichik hayvonlar bilan birga cho'ng hayvonlar bo'lib qolsa, andan zakat keladi. Walau kanat wahida. Cho'nglardan bir solab qolsin qilgan. Nima uchun desa, bu cho'ngni xuddi bir ximi turishdak yoki bir turikdak boshqa hammasi mushunga yo'linib turib hisob bo'ldi. Agar bu turik shundan chiqib qolsa, hech nima hisob bo'lmaydi onda. Biz bir nisobni turib turamiz, keyingi nimalarni yo'laymiz, nechizilning zakatini berishni shunday hisoblaymiz deb-ku, shunda bir ximi turja kunalgi degandek bir narsa hisoblaydi. Li'annaha tastatbi'u as-sigar. Chunki bir so'zimi hamma kichkina aqaga agashtirib mangdigan, shuni boshildigan. Lima taqaddama min qawli Umar radhiyallohu anhu udda alayhim as-saqla. Ana shu qo'zinimi sanga kirgizib hisoblab zakat ag'in deb zakatchisiga shunda buyurgan so'zi dalil bo'ldi. Walau jaa biha ar-ra'i ala yadihi. Qadichi qo'zini bijab bo'lgani 3 kun bo'lgan qo'zni qo'lda ko'tarib kelsin, 41 deb sanashda shuni bir qo'zi deb hisoblaysa. Undan keyin cho'ngi bo'lsa, kichik bo'lsa, kichikigimi zakat keladi demakchi. ثم عند أبي يوسف رحمه الله في 40 حملا حمل. عند أبو يوسف رحمه الله من خارج بويتي دسك 40 qo'ziga bir qo'zi keladi. Yani vahidatun min hadidga 40 qo'zining ichidan birisini bir dedi. Va fi 121 ithnan. 121 bo'lgan chaqda 2 qo'zi berdi. Va fi 201 3.
201 bo'lgan chaqda 3 qo'za va fi 404 400 bo'lgan chaqda 4 qo'za thumma fi kulli 100 wahidatun kal kibar. Ondan har 100 da shu cho'ng qanda bo'lsa 100 ga birsi zakat qildi. Va fi kulli 30 ijlan ijlun 30 mozayga bir mozay fa fi 30 wahidun 30 da bir bo'ldi. Va fi 60 2 62 ve fi 90 3 90'da 3 ve fi 120 4 124 mozay ve hakeza bunda meni yurdu ve ammal fuslan degene yani butlaqlar fa'anhu degene İmam Abu Yusuf'dan bir rivayette bunda demiş. Abu Yusuf'dan ne xil rivayet kelgan bu? 3 4 xil rivayet. Bir rivayette la yajibu shay'un ila 25 25 kadar dinasi vacib emas. Esiz 25 kadar 4 qo'y kildi. Lekin ma butlaqda ya qo'yim kelmaydi debdi. Fayajibu wahidatun minha. 25 bo'lgan chaqda andan bir butlaq qildi. Ay bint Mahadning o'rinda. Thumma la yajibu shay'un hatta tablugha adadan law kanat kibaran yajibu thintan wa huwa 6 va 7. Yani cho'ng bo'lsa, cho'ng tugini olsak, 2 tugi kildigan bo'lgan qadar arliq yana bir narsa vojib bo'lmaydi deydi. Bu necha 76 bo'lsa 2 tugi kildi. Cho'ng tugida 2 kildi. Fayakunu fiha fasilan. Undan keyin butlaq qildim 76 ga esa 2 butlaq keladi. Thumma la yajibu shay'un hatta tablugha adadan law kanat kibaran yajib fiha 3. Tuglar cho'ng tugilab qolsa 3 tugi kildigan bo'lsa, uningdan keyin butlaqdimi shu sanga esa 3 butlaq keladi. Ve ye 145 bu 145 butlaq. Mesela çoğu olsa hakkatani ve bint Mahad deb 3'ni belgilegan. Fayajibu 3 fuslan. Bunun da 3 butlaq vacib buldu. Ve muşunda hesablamını yurdu. Ma bir rivayet. Ve anhu ikinci bir rivayette Abu Yusuf'tan gelgan ikinci rivayette ennehu yajibu fil 5 butlaq olib qalsa vacib buldu dedi. Yuqorqi rivoyatda 25 kadar nas vacib bo'lmaydi degan. Mana 5 olib qolsa zakat vacib bo'ldi. Aslida 5 bo'lsa bir qo'y qildigo. Ma rivoyatdan o'tdi. Yajibu yani al-aqallu min qiymati shatin va min khumus fasil. İkisi qaraymiz deydi. İkisini bağlab bakamiz. Bir qo'yning bahası tuvarrakmi? Butlaqning 5dan 1ning qimmati tuvarrakmi? Bir butlaq 10 ming qo'y qoldi ekan. Bir qo'yning 2 ming qo'y qoldi ekan. İkisidan olib qoldi. Eğer qo'yning 2 ming qo'y qolsa, butlaqning 5dan 1ni bermez. Eğer qo'yning 1500 qo'y qolsa, 1500 qo'y bermez. Eng azını bermez deydi. 5 tugiga 2 narsaning qimmatining eng izini qarab shuni bermez deydi. Va fil ashri and 10 olsa 2 qo'yning qimmati tuvarrakmi yoki 2 butlaqning 5dan 2 o'lishi tuvarrakmi? Al-aqallu min shatayn aw khumsay fasilin. Aşı boyunca anladık yani. Ve anhu yani İmam Abu Yusuf'tan 3. bir rivayette ve anhu aydan ennehu yecibu fil 5 humusu fasil. 5 butlaqda bir butlaqning 5dan 1'i. Xuddi bu anda 21 sallam diktatganda. Ve fil ashri khumusa fasilin ve hakata. Bunda bağlı ekan. Ve suratul masala. Endi suratul masala degan bu shu yuqorida qo'zlar, butlaqlar, muzaylar zakat yo'q degan masalaninki tasavvur qilish shakli qanday desa, rajulun lahu nisabun min as-sa'imati mada alayha ba'd sana. Nisab etgan charmal bor, o'tlaqda o'tiladigan. Buningga bir necha oy o'tdi. Ya'ni yilning boshlanish bir nuqtasi bor. 1-oydan tortib 4-oy, 5-oyga kelgan chaqda favaladat thumma matatul ummahat. Bular avdi. Avlandan keyin bunun unda anisi olamdı, dadisi olamdı, hammasi o'lib ketdi deydi cho'nglar. Fahalal hawlu alal awlad. Shuna 1-oydan tart hisobla kelsak, yana 1-oy kelgan chaqda cho'nglanmasa yo'qlab, keyin qo'zlar bilan o'tirda shu bor. Fa'indahuma ana indahuma al-imam Muhammad yani at-tarafan Tarafanning nazarda yanqati'u hukmul havli va zakat. Tarafanning nazarida qanday bo'ldi? Zakat kelmaydi. Zakat kelmaydi. Yil to'shgan chaqda cho'nglardan birisi bo'lib qolsa,
Ondan zakat qildi deydi. Lekin cho'nglar bo'lmasa zakat kelmaydi. Endi buni qanday hisoblaymiz desa, bu yana 40 muzay bo'lsa, 40 muzay cho'ng bo'lib, uningkin 1 yil o'tsa, ondan zakat qildi deymiz. Yani 6 oydan keyin ondan havlni boshlaymiz degan nima chiqdi. Tarafaynning qarashi bo'yicha. Va anda Abi Yusuf va Zufar rahimahumulloh la yanqata. Ikkalangizda u hawl uzilib qolmaydi. Shu onasi, dadasi bachada birinchi oyda havlni boshlangan bo'lsa, yana birinchi oyda hawl tamom bo'lgan bo'ldi dedi. Shuni zakat qildi dedi. Qala wa la fis sa'imatil mushtarikati illa an yablugha nasibu kullu sharikin nisaba. Ikkalanga o'rtaq chorva bo'lib qolsa, her bir şirikning nisibisi o'z oldiga zakat qiladigan o'lchamga yetib qolsa zakat qildi. Bo'lmasa ikkalaninkini to'plab hisoblasak, qaran nisobga yetadigan bo'lib qolsa kelmaydi deydi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam idan taqasa shiyahu ar-rajuli min 40 fala shay'a fiha. 40 dan kemib ketib qolsa zakat kelmaydi degan hadisga asosan. Va li'annahu innama tajibu bi'tibar al-ghina. Yani aqli dalil keltirsak, bu boylik jihatdan vojib bo'ldi. Va la ghina illa bil mulk. Shu nisob to'liq ega bo'lsa, undan boy hisoblanadi. Nisobni biz boylikningki belgisi dedik-ku. Nisobni to'liq ega bo'lsa, undan boy deymiz. Nisobning yerimini ega bo'lsa, qolgan yerimga shirk ega bo'lsa, bu bir kishi to'liq ega bo'lgan bo'lmaydi. Fa innahu la yu'addu ghaniyan bi milki sharikihi. Shirkining igidorchiligidagi mal bilan u boyolib ketmaydi. Va yastawi fi zalika sharikatul amlaki wal uqud. Buningda şirketul amlak olsun, şirketul uqud olsun o'xshash. Yani bu şirketlarni, shirikchilikni keyincha muomalat babida şirketul amlak ve şirketul uqud deb ayirdi. Şirketul amlak degan to'xtamlashmay shirik bo'lib qolgan shirikchilik. Masalan, mushsin tikilga bir aylan masalan 100 tugin hadiya qilyapti deydi. Biz bu to'xtamlashib, buni shiriklashamdik darajamizda biz mecburi masalan to'xtamlashmaylan shirk bo'lib qolgandek bir ahvol. Shirketul amlak. Yoki masalan ikki o'g'ilga dadasidan 200 qo'y miras qoldi. Ya vasiyat orqali keldi, ya so'g'at orqali kelib qoldi. Bu shirketul amlak. Yani şu mülkide shirikchiligi bor. Bu to'xtamlashib yurmaylan shirk bo'lib qoldi degan. Shirketul uqud degan cho'y, biz birga tijorat qilaylik, sen manchilik chiqar, men manchilik chiqaray, birga avtay deb buni to'xtamlashib qilgan shirikchilik. Mesela mudaraba deymiz, shirketul abdan, shirketul wujuh, hammani o'z ichiga oladi. فلو كان بينه وبين آخر 5 من الإبل ikkilan 5 tugi ega bo'lgan bo'lsa, shirk bo'lgan bo'lsa, أو 40 شاة ya 40 qo'yga shirk bo'lgan bo'lsa, فلا شيء على واحد منهما. Hech qaysiga zakat kelmaydi. ولو كان بينهما 10 من الإبل ikkisining o'rtasida 10 tugi bo'lgan bo'lsa, أو 80 شاة ya 40 qo'y bo'lgan bo'lsa, فعلى كل واحد منهما شاة. Har birisiga bir qo'y qildi. Yani 5 tugining 5 tugi buning bo'g'achi. 80 qo'yninki 40 uning 40 buning bo'g'achi. ولو كانت بين صبي وبالغ فعلى البالغ شاة. Bir kichik bola bilan shirk bo'lgan bo'lsa, 40 qo'y, kichik boladan 40 qo'y, cho'ng odamning bo'lsa, cho'ng odamga bir qo'y keldi. Kichik bolaninkida, ya'ni mazhabning qarashida zakat kelmaydi dedi. Shunga o'xshash bir kafir bilan bir musulmon shirk bo'lgan bo'lsa-mu, shunda biz buni muttari o'qidik. La yufarraq bayna mujtama'in va la yujma bayna muftariqin. Buni izohlashda 4-5 xil izohlaydi hadis ulamolari va fuqaholar. Bu hadisni tushunish 3-4 xil bo'lg'achqa, ya'ni bu mazhab buni bunda tushunmay, boshqa tushunib, ma asli shariatningki aniq usul qoidasi bor. Yani boy bo'lgan odamga zakat qildi degan bir asli qoida bor. Shu asli qoida bo'yicha hal qildik. Lekin Imom Shofiyning qarashida siz degandek ikki odam 40 qo'yga shirk bo'lgan bo'lsa, zakat qildi. Bu xuddi ma'naviy shaxsiyat degandek bir. Shirkatning mulki.
Xud bir adamning mulkida deymiz. Falan şirketga mana shu jazo keldi deymiz-ku, shunga o'xshash. Shirkat to'laydi deganligi, shirkatning ilkida qirib qo'yib bo'lmasa bir shaxsdagi zavlaymiz. Yo'q, bu Hanafiy mazhabning o'sha qarish kuchli. Lekin bundan keyin mushunday zaman taraqqiy qilib shirkatlar mana shaxsiyat e'tiboriya, shaxsiyat ma'naviyat degan bor. Masalan, BDT desak, BDTning bir shaxsdek qonuniy nimada bir shaxsdek muomala qilamiz. Masalan, shunga o'xshash bulab qolsa, Imom Shafiyning qarishi bo'yicha qilish munosibroq bo'lishi mumkin. Paychik shirkatda masalan. Bunda bulab qolsa, bakrak munosib bo'lishi mumkin. Lekin nimadan normal holatda o'sha Abu Hanifaning mushadiki qarishi kuchli. Qala va man wajaba alayhi sinnun. Bir bayga ma'lum yashdagi bir mal zakat keldi. Masalan, bint mahat, bint labun deb keldi. Sinnun ya'ni dat sinnun nima? Hayvanun dat sinnun nima? Falam yujad indahu. Yani uning qo'lida shu yashdagi mal yo'q ekan. Ukhida minhu a'la minhu. Masalan, 2 yoshni to'ldirgan bir tuga degan bo'lsa, 2 yoshni to'ldirgan tugisi yo'q ekan. 3 yoshni to'ldirgani bor ekan. 3 yoshni to'ldirganini biraydi ma'qul deymiz. Olamiz. Va akhadal fadl. Va akhada degan yani sahibul mal, musaddiq emas. Sahibul mal zakat chiqardirdan 2 yoshlar 3 yoshning o'ttirgi 1 yosh farq bo'lgan, shu bir farqning qimmatini qaytarib oladi. Buni fiqhda jubran deb ataymiz. Ortiq kemini tuzlab o'tishdi bor. Aw adna minhu yoki 2 yosh yo'qkan, 3 yosh yo'qkan, 1 yosh bo'lib qolsa, bu chal qanday qildi? Ash 1 yosh qindirib, 1 yosh farqiga qo'shib yani biznasi berdi. Waraddal fadl. Ortiqni bildirdi demakchi. Va hada yabtani ala jawaz daf'il qima. Mushu qarash, mushu usul Sahih Buxoriyga kelgan. Ash Abu Bakr radhiyallohu anhuga hada al-faraid allati faradaha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan sahifa bor. Tafsili bayon qilgan mushuni kelgan. Mana Buxoriyning hadisida man balagat sadaqatuhu bint makhadin wa laysa indahu wa indahu bint labunin fa innaha tuqbalu minhu wa yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw shatayn. Demak shu 1 yoshning farqiga 20 tanga yoki 2 qo'y deb belgilab qo'ygan. Shu chaqda bir qo'yning bahosi 10 tanga ekan. Fa illam yakun indahu bint makhad ala wujhatiha wa indahu ibn labun fa innahu yuqbalu minhu wa laysa ma'ahu shay. Bint makhad bo'lmasa, uningdan 1 yosh cho'ng ibn labun erkak bo'lib qolsa, ash erkakning 1 yosh cho'ng erkak, 1 yosh kishiga qimmat tarafdan tengtilgan bo'lsa, bu mallarning kishisi qimmat. Shunga udilishib ilinadi degan. Ana shuni qarasanglar, nimani ko'rsatdi? Zakatda qimmatini bas bo'ldi degan qarashning dalili bor. Tamam? Yani biz shu masalada zakat qimmatini bas bo'ldi degan qarash kuchli dedik-ku. Yani buning hadisdan nurg'un dalillari bor. Dedik. Mana dalillari bunda qadamda bir chiqib turdi. Mushumi shuning dalillaridan. Yani tugining masalan uning cho'ngi yakishki uni bermay, men ash kelgan binti mahar kelgan bo'lsa, binti maharning pulini beray desmi? Yani munozatda mayli. 3-chi tanlash. Summa al-khiyaru li sahibil mal huwa sahih. Yani bu yerda tanlash. Men masalan tugining qimmatini beray deb tanlasa yoki 1 yosh cho'nni, 1 yosh yuqorisini beray, uni kam ko'sini to'liqlataylar desa, mushuni belgilash kimning qo'lida? Zakat beradigan kishining qo'lida deydi. Zakat chiqib, yo'q, men unmayman desa bo'lmaydi. Yani va sahih degandan nimani bilmas? Hanafiy mazhabda mushqara sahih. Lekin buning qarshiligida ojiz bir qarash bor. Av aciz qarash, mal sahih qarash. Sahih deganliklar bundan yana sahih emas bir qarash bor degan so'zga aciz qarashda buni belgilaydigini zakatchi qodir. Ma'o to'g'ri shu. Yani mal egisi men mani birma, uni birma deb bilan tanlab bas bo'ldi degan qarash. Insha'a xolisan addal qiyma bint mahad kelgan bo'lsa puldan bir bas bo'ldi. Va insha'a addan naqisa yashtuvanni berib va fadlal qiyma qimmatini oshqinni to'liqlab bervasi bo'ldi. Avza yoki 1 yosh cho'ngni berib va akhadal fadl
bir yaş farqining qimmatini qaytirib olsa bo'ldi. Walaysa lis-sa'i an ya'ba shay'an min zalik. Zakat chiqadir, yo'q, buni olmayman, mani berishing lozim deb uni rad qilish haqqi yo'q. Idza addahu al-malik. Zakat bergan kishi berganni oladi. لأن التيسير على أرباب الأموال مراعى. Çünkü mal egalariga qulaylik yaratib berish biz diqqat qiladigan, rioya qiladigan ishdan birisi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.